Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki vaqtincha olib qo'yilishi mumkin? Kimlar xavotirga tushishi kerak? Kimlar esa bemalol xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan bolalar. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat vaqtida topshirilmasa, bitta ma'lumot yashirilsa yoki bitta o'zgarish haqida xabar berilmasa, pensiya to'lovi to'xtab qolishi, ortiqcha olingan pul qaytarib undirilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin endi bu pul umrbod kelaveradi. Hech kim tekshirmaydi, hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylardi. Amalda esa har doim pensiya to'lov ma'lum shartlarga bog'liq bo'lgan. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar har birining alohida tartibi bor. Kimdir yoshga yetgani uchun oladi. Kimdir mehnat staji va ish haqi asosida oladi. Kimdir nogironlik guruhi asosida oladi. Kimdir o'qiyotgani yoki voyaga yetmagani sababli oladi. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaygan. Oldin ayrim ma'lumotlar qog'oz shaklida yurardi. Inson o'zi borib aytmasa, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idora ba'zi holatlarni kech bilardi. Endi esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaro ishlayaptimi? Chet elga chiqib ketganmi? Nogironlik muddati tugaganmi? Talaba o'qishni davom ettiryaptimi? Fuqaro vafot etganmi? Nikoh holati o'zgarganmi? Bank kartasi faolmi? Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Bularning ko'pi tizimlar orqali aniqlanishi mumkin. Shu sababli ayrim pensionerlar pensiyamni olib qo'yishdi. Kartamga pul tushmadi. Oldin kelardi, bu oy kelmadi. Nega tekshiruv bo'lyapti deb hayron bo'lishmoqda. Aslida ko'p hollarda pensiya butunlay bekor qilinmaydi, balki sabab aniqlanguncha vaqtincha to'xtatiladi. Agar hujjat to'g'rilansa, ma'lumot tasdiqlansa, pensiya qayta tiklanadi. Lekin ayrim holatlarda pensiya haqiqatan ham to'xtatiladi yoki ortiqcha to'langan mablag' qaytarib olinadi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlarni olaylik. Agar siz qonuniy ravishda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lsa, siz hayotda bo'lsangiz va pensiyani shaxsan yoki ishonchli vakil orqali qonuniy tartibda olayotgan bo'lsangiz, asossiz ravishda pensiyangiz olib qo'yilmaydi. Yoshga doir pensiya biror sabab bilan avtomatik yo'qolib qoladigan narsa emas. Masalan, 63 yoshli Ahmad aka 35 yil mehnat staji bilan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 2.100.000 so'm. U mahallasida yashaydi, bank kartasi o'z nomida, hujjatlari joyida. Ahmad aka ishlamaydi, yashash joyini o'zgartirmagan. Bunday odam odatda xavotirga tushmasligi kerak. Agar bir oy pensiya kechiksa, bu texnik sabab bankdagi muammo yoki bazadagi aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Bunday paytda vahima qilmasdan pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki bankka murojaat qilish kerak. Ikkinchi holat pensiyada bo'lib ishlayotganlar. Ko'pchilik ishlasam pensiyamni olib qo'yishadimi deb so'raydi. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'p fuqarolar ishlashi mumkin. Ishlashning o'zi pensiyani avtomatik bekor qilmaydi. Lekin ayrim turdagi pensiya yoki nafaqalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim ijtimoiy yordamlar oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Agar oila daromadi oshsa, yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu bois men ishlayapman, demak hamma pulim olib qo'yiladi deb qo'rqish ham noto'g'ri. Ishlayotganimni yashirsam bo'ladi deb o'ylash ham juda xavfli. Misol keltiraman. 6 yoshli Saodat opa pensiya oladi va yarim stavkada maktabda ishlaydi. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm, ish haqi 1.200.000 so'm. Agar u yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, ishga kirgani uchun pensiya butunlay to'xtab qolmaydi. Lekin agar u qo'shimcha ravishda kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsa, oilaning daromadi qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu joyini ko'pchilik aralashtirib yuboradi. Pensiya boshqa, ijtimoiy nafaqa boshqa, kompensatsiya boshqa. Uchinchi xavotirli toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Nogironlik guruhi ko'pincha muayyan muddatga belgilanadi. Ba'zilarda muddatsiz bo'ladi, ba'zilarda 1 yilga, 2 yilga yoki
ma'lum sanagacha beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Bu davlat pulini olib qo'ydi degani emas, balki asos bo'lgan hujjat muddati tugagan degani. Masalan, 28 yoshli Rustam aka 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Hujjatda nogironlik muddati 2026 yil maygacha deb ko'rsatilgan. Rustam aka aprel oyida qayta ko'rikdan o'tish kerak edi, lekin hali vaqt bor deb yurdi. Keyin kasal bo'lib qoldi. Keyin navbat kutdi. May oyidan keyin ba'zida uning nogironlik muddati tugagan ko'rinadi. Natijada pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Agar u qayta ko'rikdan o'tib nogironlik yana tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi. Ba'zi holatlarda orqaga qayta hisoblash ham bo'lishi mumkin, lekin bu aniq hujjatlar va muddatlarga bog'liq. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan holat bolalar va talabalar bilan bog'liq. Voyaga yetmagan bola boquvchisini yo'qotgani uchun pensiya olishi mumkin. Lekin u 15 yoshga yetgandan keyin agar kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Agar o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa, akademik ta'til olsa yoki talabalik maqomi o'zgarsa, bu to'lovga ta'sir qiladi. Misol uchun, Marjona 17 yoshida otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. 12 yoshga to'lgach, universitetning kunduzgi bo'limiga kirdi. U har yili o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotni o'z vaqtida taqdim qilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar universitet bazasi orqali ma'lumot kelmasa yoki u o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa, pensiya to'xtaydi. Agar Marjona aslida o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa-yu, faqat ma'lumot bazasida ko'rinmayotgan bo'lsa, u dekanatdan yoki oliygohdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu masalada ham odamlar orasida ko'p gap yuradi. Chet elga chiqishning o'zi pensiyani darhol bekor qiladi degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Lekin doimiy yashash uchun ketish, yashash joyi bank orqali to'lov, tiriklikni tasdiqlash, ishonchnoma orqali olish kabi masalalarda qat'iy talablar bo'lishi mumkin. Agar pensioner bir necha oy yoki yil davomida mamlakatda bo'lmasa, to'lov tartibi bo'yicha aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, Hakim ota farzandlari yo'niga Rossiyaga 8 oyga ketdi. Pensiya kartasiga tushib turdi. Kartani esa uyda qolgan o'g'li ishlatib yurdi. Bu yerda xavf nimada? Birinchidan, karta egasining o'zi rozimi? Ishonchnoma bormi? Pul pensioner manfaatiga ishlatyaptimi? Bu muhim. Ikkinchidan, agar pensioner uzoq muddat chetda bo'lsa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash yoki to'lov tartibini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Agar bular bajarilmasa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. 6-toifa vafot etgan pensioner nomidan pensiya olish holatlari. Mana bu eng xavfli va eng og'ir oqibatli masala. Agar pensioner vafot etsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi kerak. Lekin ba'zan qarindoshlar kartaga tushyapti-ku deb pulni yechib ishlatishda davom etadi. Bu juda katta xato. Chunki vafotdan keyin asossiz olingan pullar ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarib undirilishi mumkin. Ayrim holatlarda bu huquqiy javobgarlikka ham olib keladi. Masalan, 76 yoshli Zuhra bu vafot etdi. Lekin uning kartasi nabirasida edi. Nabila 3 oy davomida kartadan har oy 1.600.000 so'mdan pul yechdi. Jami 10.800.000 so'm. Keyin Fadiyeva ma'lumotlari bazaga tushdi va pensiya jamg'armasi ortiqcha to'lovni aniqladi. Endi bu pulni qaytarish talab qilinadi. Biz bilmagan edik degan gap ko'p hollarda javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shu sababli vafot holati bo'lsa, darhol tegishli idoralarga xabar berish kerak. Endi eng muhim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nuanja, pensiya olib qo'yildi degan gap har doim ham bekor qilindi degani emas. Ba'zida to'lov to'xtatiladi, ba'zida vaqtincha ushlab turiladi, ba'zida qayta hisoblanadi, ba'zida ortiqcha to'lov qoplanadi. Bularning farqini bilish kerak. Agar sizga pul tushmasa, darhol endi pensiyam yo'q ekan deb xulosa qilmang. Sababini yozma ravishda so'rang. Ikkinchi nuanja, hujjatdagi bitta harf yoki pasport ma'lumotidagi o'zgarish ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, ism, familiya o'zgargan, pasport yangilangan, ID karta olingan, yashash manzili boshqa bo'lgan, bank hisob raqami o'zgargan. Tizimlarda moslik bo'lmasa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Bu ayniqsa keksalar uchun qiyin, chunki ular men 20 yildan beri shu pensiyani olaman, nimani yana tasdiqlayman deb ranjiydi. Lekin elektron tizim aniq ma'lumot talab qiladi. Uchinchi nuanja, ishonchnoma orqali pensiya olish.
Agar pensioner kasal yura olmaydi yoki chetda bo'lsa, ishonchli vakil orqali pul olishi mumkin. Lekin ishonchnoma haqiqiy bo'lishi, muddati tugamagan bo'lishi, notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, vakil pul ola olmaydi. Agar bank kartasi orqali olinayotgan bo'lsa ham, kartani boshqa odam ishlatishi har doim ham xavfsiz emas. Eng to'g'ri yo'l qonuniy vakillik va shaffof hisob. 4-nuanji ortiqcha to'langan pensiya. Ko'pchilik davlat o'zi to'ladi, endi nega qaytaraman deydi. Agar to'lov noto'g'ri ma'lumot, kech xabar berish. Yashirilgan holat yoki hujjatdagi asos bekor bo'lgani sababli amalga oshgan bo'lsa, ortiqcha mablag' qaytarilishi mumkin. Masalan, talaba o'qishdan chetlatilgan, lekin 5 oy davomida o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. Har oy 900 ming so'mdan olsa, 4 million 500 ming so'm ortiqcha to'lov bo'ladi. Keyin bu pulni birdaniga yoki ma'lum tartibda qaytarish talab qilinadi. 5-nuanji pensiya miqdori kamayishi. Ba'zan odam pensiyamni kesishdi deydi. Aslida pensiya qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Sabablari ko'p. Oldin noto'g'ri staj kiritilgan, ish haqi ma'lumotlari aniqlashtirilgan, imtiyozli davr tasdiqlanmagan biror qo'shimcha to'lov uchun asos yo'qolgan. Misol uchun, pensionerlik parvarish puli qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya berilgan bo'lishi mumkin. Agar ushbu ustama uchun sabab tugasa, asosiy pensiya qoladi, lekin qo'shimcha qismi olib tashlanadi. Odam esa umumiy summa kamaygani uchun pensiyam olib qo'yildi deb o'ylaydi. 6-nuanji nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, bir guruhdan ikki guruhga yoki ikki guruhdan 3 guruh o'tsa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Aksincha, holat og'irlashib guruh yuqorilasa ko'payishi mumkin. Bu holatda asosiy hujjat tibbiy ekspertiza xulosasi bo'ladi. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanalarini, yo'llanmalarini, shifokor xulosalarini va komissiya qarorlarini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. 7-nuanji doimiy ro'yxat, vaqtinchalik yashash va mahalla ma'lumotlari. Ayrim ijtimoiy to'lovlar nafaqat shaxsning o'ziga, balki oilaviy holatga, yashash joyiga, daromadga, birga yashovchilar soniga bog'liq bo'ladi. Agar oila tarkibi o'zgarsa, kimdir ishga kirsa, kimdir uyga ro'yxatga qo'yilsa, kimdir ko'chib ketsa, bu ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Yoshga doir pensiya odatda bunday o'zgarishdan to'liq yo'qolmaydi. Lekin qo'shimcha ijtimoiy yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 8-nuanji bank kartasi bloklanishi bilan pensiya to'xtatilishini adashtirmang. Ba'zan pensiya jamg'armasi tomonidan to'langan bo'ladi. Lekin bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, SMS xabarnoma ishlamayapti yoki hisob raqam yangilanmagan bo'ladi. Pensioner esa pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Shuning uchun avval bankdan hisob holatini tekshirish kerak. Pul tushganmi? Karta faolmi? Hisob raqam to'g'rimi? Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Agar pensiyangiz kelmay qolsa, birinchi qadam vahima qilmaslik. Telefon qilib hammadan so'rashdan oldin sababni rasmiy manbadan aniqlang. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Pul tushmaganmi? Bank ilovasi bo'lsa ko'ring. Ilova bo'lmasa, bank filialiga boring yoki ishonch telefoniga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank karta rekvizitlari. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy ekspertiza hujjati. Agar talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib boring. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishlarini so'rang. Pensiyam qaysi asosga ko'ra to'xtatildi yoki nega kelmadi deb aniq savol bering. 3-qadam, agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, muddatni oldindan tekshiring. Hujjatingizda nogironlik qachongacha belgilanganini ko'ring. Muddat tugashiga 2 oy qolganda shifokorga, poliklinikaga, tibbiy komissiya bo'yicha mas'ul joyga murojaat qiling. Muddati tugagandan keyin yuguraman deb kutmang. Chunki komissiyaga kirish, analizlar, xulosalar, navbatlar vaqt oladi. To'lov to'xtab qolmasligi uchun ishni oldindan qiling. 4-qadam, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi talaba farzandga berilayotgan bo'lsa, har o'quv yilida talabalik maqomini tasdiqlab boring. Kunduzgi bo'limda o'qiyotgani, o'qishdan chetlatilmagani, akademik ta'tilda emasligi bo'yicha ma'lumotlar muhim. Oliy ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma oling. Kerak bo'lsa elektron bazadagi ma'lumotni ham tekshirtiring. Farzand o'qishni tashlagan bo'lsa, buni yashirish foyda bermaydi. Keyin ortiqcha olingan pul qaytariladi. 5-qadam, agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yetishini darhol to'xtating.
marhumning hujjatlari, o'lim haqidagi guvohnoma va meros bilan bog'liq masalalarni qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Dafn puli yoki boshqa bir martalik to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda so'rang. Lekin vafot etgan inson nomidan pensiya olishni davom ettirish mumkin emas. Bu eng ko'p muammo chiqaradigan holatlardan biri. 6-qadam ishonchnoma masalasini to'g'ri qiling. Agar pensioner yura olmasa, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiring. Agar u shifoxonada bo'lsa yoki uydan chiqa olmasa, notarial xizmatni chaqirish imkoniyatlarini so'rang. Ishonchnomada kim, qaysi muddatga, qaysi harakatlarni bajarishi aniq yozilishi kerak. Kartani olib ishlatib turamiz degan norasmiy yo'l keyinchalik oilaning o'zida ham nizo keltirib chiqaradi. 7-qadam barcha hujjatlardan nusxa olib qo'ying. Pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari, ishonchnoma, bularning hammasi alohida papkada tursin. Keksalar ko'pincha hujjatni bir joyga qo'yib unutadi. Farzandlari esa qayerdaligini bilmaydi. Hujjat tartibli bo'lsa, muammoni hal qilish ham tezlashadi. 8-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri kamaytirilgan deb hisoblasangiz, qayta hisoblashni so'rang. Buning uchun ariza yozasiz arizada. Mening pensiyam miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Chunki falon davrdagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotlarim inobatga olinmagan deb hisoblayman deb aniq yozing. Qo'lingizda qo'shimcha hujjatlar bo'lsa ilova qiling. Masalan, eski korxonadan ma'lumotnoma, arxiv hujjati, sud qarori, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. 9-qadam, agar sizga ortiqcha to'lov chiqarilgan bo'lsa, darhol norozi bo'lib baqirishdan oldin hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun qancha miqdorda, qaysi asosga ko'ra ortiqcha hisoblanganini yozma ko'rsatsin. Agar rostdan ham ortiqcha olingan bo'lsa, qaytarish tartibini kelishish mumkin bo'lgan holatlar bor. Agar siz bunga qo'shilmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin har qanday holatda hujjatsiz gap bilan emas, yozma asos bilan ish tuting. 10-qadam, telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni tasdiqlang, SMS kodini ayting degan firibgarlar ko'paygan. Hech qachon bank kartangiz raqamini, SMS kodini, ilova parolini begonalarga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Pensionerlarning pulini aynan shunday aldovlar orqali o'g'irlashadi, keyin odam pensiyam yo'qoldi deb qoladi. Demak, pensiya asossiz olib qo'yilmaydi. Lekin pensiya to'lovi aniq hujjatlar, muddatlar va qonuniy shartlarga bog'liq. Eng ko'p muammo nogironlik muddati tugashi, talabalik maqomi tasdiqlanmasligi, pensioner vafotidan keyin karta ishlatilishi, chet elda uzoq bo'lish, ishonchnoma muddati, bank kartasi muammosi va noto'g'ri yoki kech berilgan ma'lumotlar sababli chiqadi. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni bugunoq tekshiring. Pensiya turi qaysi asosda tayinlanganini bilib oling. Muddati bor hujjatlarni nazorat qiling. Har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Shunda pensiyangiz to'xtab qolishining oldini olasiz va ortiqcha to'lov qarzi chiqib qolmaydi. Agar sizda ham pensiya kechikkan, kamaygan yoki to'xtatilgan holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi turdagi pensiya, qanday sabab aytishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat butun bir oilani ortiqcha tashvish va qarzdan saqlab qolishi mumkin.